Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi dars mashg'ulotimizni morfologik amallar, eroziya, dilatatsiya, ochish va yopish xususiyatlari bilan sizlar bilan tanishib o'tamiz. Bundan oldingi mavzuyimizda ko'rdik, ranglarni kulrangga, tasvirlarni kulrangga o'tkazdirish hamda Python dasturida OpenCV kutubxonadan foydalanib rangli tasvirlarni o'sha kulrangga o'tkazish xususiyatlarini ko'rib chiqdik. Xo'p, bunday tasvirlarni qayta ishlashning asosiy vositalari bilan sizlar bilan tanishib o'tar ekanmiz. Birinchisi, morfologiya o'zi nima? Morfologiya nima vazifa bajaradi? Nima qiladi? Mana shular haqida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Tasvirlarda shakl va tuzilmani o'rganish. Bu morfologiya tasvirdagi obyektlarning shaklini, o'lchamini va tuzilishini tahlil qilishga qaratilgan bo'lar ekan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, binary va graphical tasvirda qo'llanilishi. Bu amallar asosan ikki xil tasvir turida, faqat qora va oq piksellardan iborat binary hamda kulrang tusli grayscale tasvirlarda samarali ishlaydi. Hop, piksellarni o'qishni piksellar bilan o'zgartirish. Har bir pikselning holati piksellarning holati uning atrofidagi piksellarning qiymatlariga qarab o'zgartirilar ekan. Bu tasvirning umumiy shaklini o'zgartirib yuborar ekan. Eroziya holati, erosion, tasvirni qisqartirish. Eroziya obyekt chegaralaridan piksellarni olib tashlash orqali ularning hajmini qisqartirilar ekan. Ya'ni bu ish eroziya, bu chegaradagi piksellarni olib tashlar ekan. Bu biz aytdik, tasvirlarimiz piksellardan tashkil topar ekan. Mana shu qirg'og'idagi, hajm qirg'og'idagi piksellarni olib tashlagan. Ya'ni bu tayyor rasmni yonlaridan, chetlaridan kesib tashlash tushunilar ekan. Birinchisi, kichik shovqinlarni, ya'ni kichik zarralarni, ya'ni kichik qirg'oqlarni samarali ravishda yo'qotadi. Bir-biriga bog'langan obyektlarni ajratishga yordam beradi. Uchinchisi, agar oq piksellar atrofidagi barcha piksellar oq bo'lsa, u saqlanadi, aks holatda o'chiriladi. Dilatatsiya, deletion, ta'sirini kengaytirish. Bu dilatatsiya obyekt chegaralariga piksellar qo'shish orqali ularning hajmini kattalashtirish. Ya'ni bu dilatatsiya degani bu tasvirlarni kattalashtirish ekan. Ya'ni piksellarga piksellar qo'shilar ekan bu holatda. Birinchisi aytib o'tyapti, tasvirdagi kichik teshiklarni to'ldirishda juda foydali hisoblanadi. Bir-biridan uzoqroq joylashgan obyektlarni birlashtirishga yordam beradi. Hamda agar qo'shni piksellardan hech bo'lmasa bittasi oq bo'lsa, markaziy piksel oq holatga kelar ekan. Ya'ni bu obyekt hajmini kattalashtirganda, ya'ni rasmni kattalashtirgan sari bu yonidagi piksellarni ham markaziy pikselga olib qo'yar ekan. Ya'ni oq bo'lsa katta holatga, ya'ni oq pikselga yaqinlash, ya'ni yonidagi piksel oq bo'ladigan bo'lsa, markaziy ham oq bo'lgan bo'lsa, ikkalasini birlashtirib bitta piksel hosil qilar ekan. Bu holat dilatatsiya holati, ya'ni deletion holati bo'lar ekan. Xo'p, bunda ochish, opening, eroziya plus dilatatsiya, ya'ni ikkalasini qo'shilgandagi holatini sizlar bilan ko'rib chiqarganmiz. Birinchisi, avval eroziya. Bu obyektlar kichik zarralarni tozalanadi va biroz qisqaradi. Ya'ni o'sha obyektimiz qisqarar ekan. Ikkinchisi, dilatatsiyada bu qisqartirilgan obyektlar asl shakliga qayta kengaytirilar ekan. Maqsad bu kichik shovqinlarni olib tashlash va obyektning asosiy shaklini saqlash. Ya'ni nima desa bo'ladi, kichik piksellarni olib tashlash hamda rasmlarning o'zining asl holatiga keltirishlarini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Yopish, closing, dilatatsiya plus eroziya. Birinchi dilatatsiya, keyin eroziya. Bu avval dilatatsiya qilar ekan. Bu obyektlardagi teshiklar to'ldiriladi va obyektlar nima bo'ladi? Biroz kengaytiriladi. Keyingi holatda, eroziya holatida bu kengaytirilgan obyektlar asl hajmigacha qisqartiriladi. Maqsad
tasvirdagi teshiklar va bo'shliqlarni to'ldirish hamda obyektlarni birlashtirish va shakllarni yaxlitlashga misol qilib aytsak bo'lar ekan. Uchinchisi, keyingi holatimizda morfologik amallarni boshqaruvchi element, ya'ni struktural elementlarni ko'rib chiqarganmiz. Bunda struktural element yoki kernel morfologik amallarning natijasini belgilaydigan kichik matritsa yoki shakl hisoblanar ekan. Bu xususiyatlarining ikkita xususiyati bor ekan. Ya'ni uning shakli, masalan, kvadrat, doira, xoch va o'lchamni amallar qanday ta'sir qilishini, aniqlaydi. To'g'ri tanlangan struktural element tasvirni qayta ishlash natijasini sezilarli darajada yaxshilaydi va optimallashtirishga xizmat qilgan. Ya'ni morfologik amallar mana shu sanab o'tilgan ikkita xususiyatlarni o'zida aniqlab, ya'ni shunda optimallashtirishga misol bo'lar ekan. Xo'p, amaliy misol sifatida shovqinli binariy tasvirni qanday qilib tozalaymiz? Birinchi, asl shovqinli tasvir, ya'ni ko'p g'adir-budir rasmlar, ko'p sonli kichik keraksiz piksellar. Ya'ni bu holatda shovqinli rasm deganda keraksiz piksellar tushuniladi. Ya'ni keraksiz piksellar bor rasmlar mana shu shovqinli tasvirlar deyiladi. Bu holatda, ikkinchi holatda ko'radigan bo'lsak, bu eroziya yordamida deyapti. Bu eroziya yordamida kichik oq shovqinli nuqtalar olib tashlanadi. Ya'ni qaysidir keraksiz piksellar bu yerda olib tashlanar ekan. Uchinchisi bo'lsa, ochish amali. Bu obyektlar aniqroq ko'rinadi hamda umumiy shakl saqlanadi. Ya'ni biz nima qilyapmiz? Rasmning aniqroq bo'lishigacha jarayonlarni, shu qadamlarni bosib o'tyapmiz ekan. Xo'p, bunda yopish amali. Kichik teshiklar to'ldiriladi hamda obyektlar yaxlitlanadi. Ya'ni kichik amalda, ya'ni kichik teshiklar to'ldiriladi. Xullas, rasmlarimizda piksellar joylarda piksellar hammasi aniq. Bunday holatda teshiklar mavjud bo'lmaydi. Mana shu holatda sifatli ta'sirimiz hosil bo'lar ekan. Xo'p, keyingi slaydimizda ko'radigan bo'lsak, morfologik amallarni qo'llash sohalari. Ya'ni shu morfologik amallar qaysi joylarda, sohalarda qo'llaniladi. Birinchisi, bu tibbiy tasvirlar tahlilida. DNK mikroskopiyasi, hujayra analizlari va rentgen tasvirlarda obyektlarni ajratish xossalarida ishlatar ekanmiz. Birinchisi bu. Ikkinchisi, obyektlarni aniqlash, bu segmentatsiya. Ya'ni o'sha segmentatsiya degan rasmlarni bo'laklarga ajratish, ya'ni avtonom haydash, yuzini aniqlash va sanoat avtomatizatsiya obyektini ajratish. Ya'ni segmentlash rasmlarni. Keraksiz, ya'ni o'sha piksellarni kamaytirish, ta'sir sifatini oshirish va vizual ma'lumotlarni yaxshilash, ya'ni o'sha tasvirlardagi keraksiz bo'lgan piksellarni olib tashlash orqali ta'sir sifatini oshirishimiz mumkin bo'lar ekan. Hujjatlarni qayta ishlash, matnlarni tozalash, belgilar va simvollarni aniqlash, ya'ni hujjatlardagi qayta ishlayotganimizda matnlarni tozalashimiz, ulardagi belgilar va simvollarni aniqlashimiz mumkin. Bu aytib o'tganlarimiz hammasi bu morfologik amallarni qo'llash sohalari hisoblanar ekan. Mana shu birinchi tibbiy sohada obyektlarni aniqlashda, avtorizatsiya qilishimizda, tasvirlarni qayta ishlashimizda hamda oxirgisi hujjatlarni qayta ishlaganimizda ishlatar ekanmiz. Xo'p, shu bilan darsimiz so'ngida shu xulosa qilib aytadigan bo'lsam, morfologik amallar shaklni boshqarish san'ati hisoblanar ekan. Birinchisi, qisqartirish va kengaytirish, ya'ni eroziya va dilatatsiya orqali tasvir hajmini nazorat qilish, ya'ni o'sha keraksiz piksellarni olib tashlash yoki bo'lmasa piksellarni, ya'ni ikkita piksel dilatatsiya qilayotgan holatimizda ikkita pikselimiz bir-biriga yaqin bo'ladigan bo'lsa, ikkala piksellarni birlashtirish orqali, ya'ni dilatatsiya holatlari yoki bo'lsa eroziya holatimizda bo'lsa,
ya'ni chet sirlardagi o'sha keraksiz piksellar yoki o'sha chet qirg'og'idagi piksellarni olib tashlash holatlari. Keyingisi tozalash va yaxshilash, ochish va yopish yordamida shovqinni yo'qotish, ya'ni shaklni shovqinli deb aytib o'tdik. Bu shovqinli deganimiz o'sha keraksiz piksellarni nazarda tutar ekanmiz. Muhim vositalar bu tasvirni tahlil qilish va qayta ishlashda ajralmas usul hisoblangan. Tasvirlarni tahlil qilish kerak bo'lar ekan. Struktural element kaliti bu to'g'ri kernel tanlash va natijalarni sezilarli darajada o'zgartirishga olib kelar ekan. Yuqoridagi amallar raqamli tasvirni qayta ishlashda murakkab vazifalarni hal qilish uchun poydevor bo'lib xizmat qilar ekan. Bu mana shu tasvirlarga qayta ishlov berishimizda kerak bo'lar ekan. Bu jarayonlarni shu segmentatsiya qilishimizda, shu tasvirlarni o'sha sifatini yaxshilashimizda, ya'ni shu tasvirni ko'rganda ichidagi holatini biz faqat rasmlar deb aytib o'tib ketyapmiz. Bu rasmlar sohalari har joyda har xil bo'ladi. Masalan, tibbiyotda bu rasmimiz, obyektimiz bu juda katta narsalarga ta'sir qiladi. Bu aytib o'tilgan yuqoridagi har bitta holatimiz shu bemorlarning patologik jarayonlarini boshqarishda juda katta rol o'ynar ekan. Shu bilan darsimizni shu joyda yakunlaymiz. Hammalaring sog' va salomat bo'linglar.